Assalomu alaykum hammaga. Mana shundan buyog'ini qoldiramiz. Hali metrlarni kommentariyaga yozib qo'yamiz. Uylar mana darvozaxona. Teraskalar qilingan. Bu yerda 3 ta xona, podval bor. Podval, rабочий podval. Bu yer tapchan. Svet o'chib qolgan. Xo'sh. Kitoblarni olamiz, mebel qoladi. Soatni olamiz, diplomlarimiz bor. Olamiz, xon taxtalar qoladi. Keyin ketadi. Gilamlar ham qoladi, pardalar qoladi. Xo'sh. Bu yer pilisos olib ketamiz buni ham. Gullar mayli sizlarga qoladi. Konditsioner ishlaydi, konditsioner. Gilam qoladi. Patologlar mana zo'r hammasi. Bu yerda ham pardalar bor, pardalar qoladi. Xo'sh, ko'rpa yostiqlar qoladi. Bu onamnikini bermaymiz, onamni o'zlariga. Wi-Fi'lar ham qoladi. Xo'sh, bu tomonda 4 ta uy tapchan podvali bilan, bu yoqda mehmonxonani oxirida ko'rsatamiz. Mehmonxona oxirida ko'rsatiladi. Bu yerda bitta ikkita xona. Bu vanna emas, dushevoy. Ichkarini ko'rsatmayman, koridordan ko'rsatyapman. 80lik royal ishlaydi. Hammasi ishlab turgan narsa. Mebel, oshxona mebellar qoladi, xoladelnik ham qoladi. Xo'sh. Gaz ballonlar ham qoladi. Bir tandirxona o'choqlari bilan velikni olib ketamiz, veliklarimizni. Zahroni ham olib ketamiz. Xo'sh. Bu tomonlar ham patologlar qilingan, hamma tomon zo'r. Oshxonani patologlarini ko'rsatib o'tamiz bir qator. Oshxonamiz patologlari. Endi bu xonalarni ko'rsatamiz. Suv hamma joydan keladi. Shirin suv, sho'r suv ikkitasiga отдельно. Xo'sh, mashinkalar ketadi. Bu yer tikish xona. Svet hozir o'chib qolgan. E'tibor qilmaysizlar. Patologlar mana shunda. Bu yerda hovuz bor. Shirin suvda hovuzi. Mashinkalar ketadi. Bu xona ham o'tiradigan xona. 3x5. 3x5 televizor qoladi. Pechka bu yerda. Patolog. Gilamlari ham qoladi. Bu mehmonxonamiz, patologlari qilingan. Bu yer sal bardakroq, e'tibor qilmaysiz. Gilamlari qoladi, hamma gilamlar qoladi. No'xat bu bir sotuvga olib kelingan edi, bu ketadi. Pardalari qoladi, hamma pardalar qoladi. Ko'chani ham bir ko'rsatib o'taylik.
ko'chamiz. Mana shunday bemalol to'y ma'rakalar uchun mo'ljallab stoyanka uchun qilganmiz buni. Shag'al to'kilgan bu yerda. Mana darvozaxonamiz. Tashqaridan aytib o'tamiz. Mana shu uyda ugulidan qoladi. Bundan buyog'i bu tomoni bizning o'zimizga qoladi. Mana konditsioner. Ishlab turgan Augus konditsioner. Aziz do'stlar, bu yerda katta hovuz bor. 40 tonnalik. Oldi mana sifa qilingan, polni 20 metr uzunligida sifa qilingan. Mana shu hovuzni chetidan sizga qoladi, bu tomoni bizning o'zimizga qoladi. Endi siz nima olasiz bu yerdan? Mana atirgullar, yalpizlar ekilgan bu yerga. Atirgullar, bu atirgullar sizlarga qoladi. Bu mana kavroklarimiz. Hozir orasini tepib yumshatyapti. Daraxt qarang. Zardoli daraxti. Bodom daraxtlar gullab. Mana bodomlarni. Mana bodom. Bodomlarimiz. Hosilga kirgan bodomlar, mana bodomlarimiz. 31 katta daraxt bor. Katta 31 daraxt, bu ham bodom mana. Zardoli. Xo'sh, nok daraxtlarimiz bor. Bu nok hosiliga kirgan, kichkina bo'lsa-da hosilga kirgan. Bu ham nok. Xo'sh, bodom. Bu shaftoli daraxti. Mana kavroklarni qarang, hamma joy kavrok ekilgan kavroklar. Bu olma daraxti, bu ham olma daraxti. Atirgul, tok daraxtlarimiz bor, uzum daraxti, ya'ni ekin archa qoladi sizga. Mana eng zo'ri kavroklarimiz. Mana shunday katta bo'lgan. Bu 3 yillik kavrok. Bu yil ko'chat qilsangiz bo'ladi, zo'r ko'chat bo'ladi bular. Mana bu nihollarni qarang. 20-30 talar nihol bodom ekilgan. Hop, bemalol sotsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz mana bu oraliqlarga eksangiz bo'ladi. Xo'sh, tut daraxti ham qoladi sizga. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta tut daraxti qolar ekan. Ishqilib mana shunday